2024-yil 5-apreldagi Prezidentimizning 153-sonli qarori asosida har bir mahallada yoshlarga qishloq xo'jaligi uchun yuritish uchun yerlar ajratildi. Biz o'tgan yili arpa ekkan edik. Arpadan yaxshi hosil oldik. Bu yildan boshlab xudo xolasa bir yilda 2 marta ekin ekib daromadimizni oshirmoqchimiz. Buning uchun bizga artizan qazib suv chiqarib berildi. Biz tomchilab sug'orishdan usulidan foydalanib, suvdan unumli foydalanib, mana shu ko'rib turgan yerlaringizdan unumli hosil olishni reja qilmoqdamiz. Biz kabi yoshlar mahallamizdagi yoshlar yetakchisi tavsiyasi asosida auksionda, elektron auksionlarda qatnashib, yer uchastkalarini qo'lga kiritdik. Buning uchun Prezidentimizga, davlatimizga minnatdorchilik bildiramiz.